bu yerlar otamni boqdi, meni boqdi, kelajakda bolalarni boqadi. Oldin shunday zamonlar bo'lganki, yerni chuqur haydasak, o'g'it solsak yaxshi bo'ladi deb o'ylagan edik. Mana hozir yerga mehr berish kerak. Rejali ish qilib, o'g'itlash, suvni vaqtida berib, suvni hurmatini hamma yo'lda hurmatini joyiga qo'yib qilsak, hosil yaxshi kutilyapti. Endi xotirjamman, nabiralarimga cho'l emas, tayyor tirik turpoq qolyapti. Bizda ilgari shunaqa qoida bor ediki, mani dalam, sani dalang, sani dalang. Bizda fikr almashuv yo'q edi. Lekin kelajakda men shuni bildimki, o'zaro fikr almashish ishlari bo'lsa hamma yutar ekan. BCI treninglarga qatnashganimizdan so'ng biz bir-birimiz bilan fikr almashishni boshladik. Fikr almashganimizdan so'ng bu yerda kimning muammosi yerida bo'lsa biz birgalikda borib bartaraf etdik. Ilgari bizga unumdor yerlar emas, unumsiz yerlar, suvi yo'q yerlar qolar edi. Biz o'zimizdan keyingi avlodga unumdor yerlar qoldirishga harakat qilyapmiz. BCI bo'lgandan keyin biz kimyoviy vositalarsiz paxta yetishtirishni o'rgandik. Bizning paxtalarimiz dunyo miqyosida o'z o'rnini topdi. Zarar kurandalar bilan biz ularni zaharlamayapmiz. Aksincha biz tirik jonzotlar bilan, trixogrammalar bilan biz ishlab, ularni yengiyapmiz. Paxtani yetishtirish narxi arzonlashdi. Biz sifatli yer maydonlariga ega bo'ldik. Klaster BCI bilan ishlashni boshlaganda men bu jamoaga qo'shilishga qaror qildim. O'zim uchun emas, barcha xodimlarga o'zgarishlar bo'lishi uchun. Klaster barcha mavsumiy ishchilarga mehnat shartnomalari tuzdi. Biz daladagi ishchilarga har kuni issiq ovqat, dam olishlari uchun joy, kayfiyatlarni ko'tarish uchun musiqalar bilan ta'minladik. Bu arzimagan bo'lib tuyulishi mumkin, lekin bu insonlarning kayfiyatini ko'taradi, og'ir mehnatni yengillashtiradi. Ilgari ishchilar haqida eng oxirida o'ylashardi. Hozirgi kunda ularning xavfsizliklari, mehnat muhofazasi, sog'liq va hurmat eng birinchi o'rinda turadi. Men o'zgarishlar oldin yuqoridan keladi deb o'ylardim. O'zgarishlar bu bizdan, o'zimizdan, yuragimizdan, qo'limizdan kelar ekan. Ilgari bu yerda men tengi bolalar qop ko'tarib yurishadi. Onam esa sen o'qi dala kutib turadi deydilar.